Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhissalatu vassalam Qasvo tuyasida turib mav'izasini boshladilar. Arafot tog'ida turib o'qilingan bu xutbalari uzun bir va'z bo'ldi, go'yoki vasiyat bo'ldi. Ushbu va'zni aytganlardan keyin Rasulimiz alayhissalatu vassalam 3 oy yashab olamdan o'tgan edilar. Ehtimolki shuning uchun ham bu mav'izasi butun insoniyatga omonat vasiyat o'laroq bo'lgan bo'lsa ajab emas. Rasulimiz shunday dedilar: Hamd va sano Allohga bo'lsin. Uni ulug'laymiz. Unga hamd aytamiz. Undan yordam so'raymiz va mag'firat tilaymiz. Unga tavba qilamiz. Yomon amallarimizdan, o'z nafsimizni sharridan Alloh panohiga qochamiz. Alloh yo'lga solganini adashtiradigan yo'qdir. Olamni yaratgan u yolg'iz o'zidir. Uni sherigi yo'qdir.